Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bizni YouTube kanali orqali kuzatib borayotgan obunachilarimiz hamda yurtdoshlar. Xudo xolasa mana bu obyektimizni ham yakuniga yetkazib, video syomkasini sizlarga mana ko'rsatmoqdamiz. Ko'ringlar ishlarimizni. Ko'cha tomoni bu. Ko'cha tomoni 90 gradusli tunikafon qilib berganmiz. Tarnovlarni ham o'rnatganmiz. Bu obyektga polностью 226 kvadrat list ishlatdik. Ko'ringlar. Xudo xolasa bu ishimiz sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Ishlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib qo'ysanglar, ko'p insonlarga yetib borib bizni ishlarimizni ko'radi. Xudo xolasa mana ichkari tomon dorozaxonasiga ham bir ajoyib ko'rinishda tunikafon ishini qilib berganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa tunikafon ishlarimiz sifati a'lo darajada. Bemalol vodiydan bo'lsanglar murojaat qilishinglar mumkin. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab ish olib boramiz. Xudo xolasa ishlarimiz sifati a'lo darajada. 0.35 listda hozirgi kunda 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Vodiy bo'ylab 130 ming so'mdan. Oynani atrofida lustra, oyna kirmaydi buni ichiga. Tunikadan nimaga ketsa, buni ichiga kiradiganlar endi tunikadan hamma yo'q. Tunikadan bukilib kelishi, reyka, samarez, usta xizmati, dastavka xizmati bor bu yerda. Dastavka xizmatlari hammasi o'z ichiga oladi. 130 ming so'mning ichiga. Buni ichiga kirmaydigan oyna, rombi, uydagi plafonlarni olib kelib beradi, o'rnatamiz. Shular, xudo xolasa mana plafonlarni ham o'rnatib qo'yganmiz. Sifatli, chiroyli qilib aytgan joylariga o'rnatib beramiz. Xudo xolasa keyingi ishlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Nimaki yaxshi niyatinglar bo'lsa, orzuinglarga niyatinglarga